Ichida O'zbekiston yo'llarida eng sinovdan o'tgan gibrid ko'rsating degan kuzatuvchilarimiz uchun BYD Chazor'da tavsiya qilaman. Ushbu avtomobilimiz O'zbekiston bozorida 2023-yildan beri o'z o'rnini egalladi. Avtomobil ishqibozlari uchun eng haligi negativ kam, sinovdan o'tgan, yumshoq, ekonom avtomobillar qatorida birinchilardan bo'lib turibdi desam adashmagan bo'laman. BYD Chazor'imiz hozirgi kunda Andijon BYD avtosalonida 2 va 4 paysalari tayyor sotuvda turibdi. 4 paysasi tok o'ziga 120 km, 2 paysasi tok o'ziga 55 km yuradi. Benzin rasxodlari ikkida ham 4 paysasida ham bir xil, ya'ni 1100 km ga yetadi. 48 ta benzin bilan, u degani yoqilg'i sarfi 100 km ga 4 litr, 5 litr atrofida. Ikkinchi paysasiga rastrochkalarimiz davom etyapti. 50% boshlang'ich to'lov qilinganda 24 oyga o'zini tanini bo'lib to'lash asosida. 4 paysalariga imtiyozli avtokreditlarimiz bor. 11.9% dan boshlanadi. Ichki komfortlari ham ancha yaxshi, aylanuvchi monitor, o'rindiqlari siydi, luklari bor 4 paysasida. Ikkinchi paysasida ham luklari bor, 360 kameralari bor. To'rdan qolishmaydi bu paysasi ham. Kimga ushbu avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib bog'lansanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.